Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu vassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Namozda barmoqlarni qimirlatish va oyoqni ko'tarish va shunga o'xshagan bir harakatlarning hukmi nima deb savol beribdilar. Avvalambor namozdagi harakatlar bir necha qismga bo'linadi. Ba'zilari vojib harakatlar, ba'zilari joiz harakatlar, ba'zilari makruh harakatlar, ba'zilari namozni buzadigan harakatlar. Vojib bo'lgan harakatlar bu shu rukuga borganda, sajdaga borganda, qo'lni ko'tarishlik, tashahhudda o'tirishlik, o'tirib turib, bular hammasi vojib bo'lgan harakatlar, balki bu harakatsiz namoz bo'lmaydi. Ikkinchi ko'rinishda harakatlar sunnat bo'lgan harakatlar. Masalan, rukudan oldin, rukudan keyin va 3-rakatga turganda qo'lni quloqqacha yoki yelkagacha ko'tarishlik va tashahhudda o'tirganda barmoqni qimirlatishlik va shunga o'xshagan sunnatda kelgan harakatlar yoki qunut duosida qo'lni ko'tarib duo qilishlik. Mana bu harakatlar sunnatda kelgan harakatlar, bu namozni albatta buzmaydi. Keyingi harakatlar bu makruh bo'lgan harakatlar. Namozni buzmaydi, lekin inson bu ishi makruh hisoblanadi. Ya'ni keraksiz bo'lgan harakatlar. Bu harakatlar biron joyni qimirlatib qo'yishlik, kerak bo'lmagan joyda biron joyni qashlab qo'yishlik, biron narsasini kiyimini to'g'rilab qo'yishlik, hojati bo'lmagan o'rinda bu makruh hisoblanadi. Keyingi harakatlar namozni buzib tashlaydigan harakatlar. Masalan, jasadi bilan boshqa tarafga qarab, boshqa joyga qarab yurishlik yoki boshqa tarafga butunlay yuzi bilan orqa tarafga qarab yuborishlik yoki bir necha qadam yurib yorishlik yoki gapirib yuborishlik, bular hammasi namozdan chiqarib yuboradigan harakatlar. Bundan tashqari ba'zi harakatlar bor, bu harakatlar namozni buzmaydi. Bu vojib harakat bo'lishi ham mumkin yoki joiz, zaruriy harakatlar bo'lishi mumkin. Masalan, inson namozda turgan paytda namozini buzib yuboradigan bironta ish bo'lib qoladigan bo'lsa va mana shuni oldini olishlik uchun harakat qilishlik joiz. Masalan, inson bir kiyimda turgan edi yoki hajda turgan bo'lsa, ihrom kiyimini kiyib olgan edi-da, ehromi yechilib, avrati ochilib qolishi xavfi bo'lsa, yechilayotgan joyda bu kiyimini ushlab turib kiyib olishligi, o'sha yoki ochilib qolgan joyini to'g'rilab qo'yishligi, bu albatta vojib amallardan. Bu joiz amal va namozni ham buzmaydi. Yoki bo'lmasam, cho'ntagida telefoni jingirab qoldi va xotirjamlikni yo'qotishiga sabab bo'ldi. Yoki oldidagilarini ham o'zini ham nimasiga xushuviga xalaqit beryapti. Mana bu yerda bir bosishligi bilan, masalan, telefonni bir joyini bosib qo'yishligi bilan mana bu qo'ng'iroqni to'sib qo'yishlik, bu joiz amal. Yoki bo'lmasam, bir joy shunday qattiq bir qashlagisi kelyaptiki, agar shu joy qichishgan joyini qashlamasa, namozining xushusi buzilib ketdi. Mana shunda, mana shu xotirjamligini keltiradigandir, ya'ni xushusini ketkizmaydigan darajada 2-3 marta qashlab qo'yishligi, bu ham joiz amallardan. Yoki bo'lmasam, oldingi safida bir joy bo'shab qoldi. Masalan, bir inson tahorati buzilib ketdi yoki tahorati yo'li esdan chiqib, safdan chiqib ketsa, oldingizdagi joy bo'shab qoladigan bo'lsa, mana bu joyda borib to'sib qo'yishlik, bu joiz sunnat amallaridan. Shunga o'xshagan yoki bo'lmasam ba'zi misollarni keltirishadi ulamolar. Agar oldingizda, masalan, bir farzandingiz hozir bironta zahar ichib olmoqchi yoki bo'lmasam bir yonib ketadigan narsaga borib ushlab olmoqchi yoki ya'ni o'zingizni yoki oldingizdagi insonning hayotiga zarar yetkazadigan bir narsani bir-ikki harakat bilan to'sib qo'yishlik imkoniyati bo'lsa, albatta bu harakat ham joiz amallardan. Shunga o'xshagan ba'zi amallar bo'ladiki, harakat aslida joiz emas, lekin zarurat paytida qilsa bo'laveradi. Ammo ya'ni bekorsiz, bu savolda berilganidek, namozda oyoqni barmoqlarini qimirlatishlik, qo'l barmoqlarini qimirlatishlik, bu narsa behojat bo'lganligi uchun bu makruh hisoblanadi, lekin namozni buzmaydi. Lekin mana shu qimirlatishlik doimiy ravishda boshidan oxirigacha tinmasdan bir joyini qashlab qimirlatib, behojat shu narsani tinmay qimirlatib turadigan bo'lsa, albatta namoz buzilib ketishligi ham mumkin. Allohu a'lam.